Ömer Bakkali Efendi, Gollandiya Datxanadagi davlat parlamentida Sharqi Turkistondagi o'lim lagerlaridagi gunohsiz zulm chekayotgan insonlarning kishilik huquq masalasi bo'yicha guvohlik berib, Xitoy kommunistlarining razil siyosatini yana bir qatim Yevropada isbotladi. Gollandiya hukumatı bu inson huquqi dafsandichiligiga o'zining Gollandiya davlat fuqarolarining haq huquqini, shundaqla Sharqi Turkistondagi zulm chekayotgan insonlarning kishilik huquq masalasi bo'yicha amaliy harakatga o'tish uchun tirishadiganligini o'ttirg'i qo'ydi. Yarışar Tor xabarda 28 mart Beijing vaqti 13:50 minut o'tganda Xitoyning Liaoning Luoyang jamoat xavfsizlik saqchi idorasi tinchlik birinchi atrotida portlatish voqeasi yuz bergan. Luoyang amonlik saqlash idorasining e'lon qilishicha, bu bir o't qo'yish, portlatish orqali saqchiga hujum qilish delosi bo'lib, jinoyat gumondori o'tni qo'ygandan keyin birinchi qavat kutuvli zaliga kirib, o'zi yasagan bombani portlatgan. 2 nafar saqchi, ish bajarish uchun kelgan bir kishi va jinoyat sodir qiluvchi gumondor qatorliq 4 kishi naq maydonda o'lgan. Ondan boshqa jinoyat gumondorining salohiyati, maqsadi, shundaqla portlash keltirib chiqargan ziyon, o'lim yetim, yorilish qatorliqlardan hech qanday tafsiliy ma'lumot bermagan. Xitoy kommunistlari Sharqi Turkistonda temir yo'l saqchilarining qurol ishlatish mashig'ini kuchaytirmoqda. Xitoy taratqullari bu temir yo'l amonligini qo'g'dashni maqsad qilganligini bildirsimi, lekin ko'zatuvchilar bu saqchilarning qurol ishlatish doirasi kengayayotganligini ko'rsatdi deb qaramoqda. Jungo xabarlar to'rining 26 mart xabarida 25-26 mart kuni Urumchi temir yo'l saqchi idorasi bilan Urumchi shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi alohida saqchi atrati birlashma mashq berib, kichik va o'rta qurollarni ishlatishni mashq qilgan. Mashqda nuqtaliq jiddiy ahvollarda nishonga qandoq etish, yaqin orliq tuturib qandoq etish, qandoq qarg'a elish, tez inkos qaytirish, tez nishonga elish degandek mahoratlarni o'rgangan. Mazkur birlashma mashq harakati 12 kun davom qiladi ekan. Xitoy kommunistlari 2009-yili yuz bergan 5-iyul voqeasidan keyin o'zining amonlik kuchlariga zo'r huquq berib, gumon qilgan har qanday kishiga o'q chiqarish huquqi bergan. Bu huquq temir yo'l to'rining kengayishiga ergishib, temir yo'l saqchilariga ham kengaytirilgan. Lekin Xitoyning Sharqi Turkistondagi saqchilarga bu xil zo'r huquqlarni berishi Xitoy saqchilarining kishilik huquqiga xilof nurg'un qonliq voqealarni keltirib chiqarishiga sabab bo'lgan. Kishilik huquq tashkilotlari Xitoy amonlik kuchlarining huquqini cheklashni, ularning ustidagi nazoratni kuchaytirishni talab qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumatı bu chaqiriqlarga hech qanday quloq solib boqmagan. Mart kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlarining jonliq shohidi Mekrgul Tursun va Amerikada yashayotgan Uyg'urlardan Gulchehra Xo'ja, Farhad Javdat, Arafat Erkin bilan ko'rishdi. Ularning urug' tuqqanlari yig'ilish lagerlariga qamalgan yoki Xitoy doiralari tomonidan jinoiy ishlar bilan qamoqqa hukm qilingan bo'lib, Xitoy hukumatı lagerlarga qamalgan 3 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon oz sonliqlarning bir parchasi edi. Mike Pompeo ularning jasorat bilan Xitoyning dafsandichilik qilmishlarini oshkorlaganligiga yuqori baho berdi hamda Amerikaning Xitoyning islom dini va boshqa dinlarni bostirish qilmishlariga xotim berishni qo'llaydiganligiga va'da berdi. Bu aman qog'uvchilarning hikoyalari Xitoy kommunistlarining Sharqi Turkistondagi bostirish harakatlarida aman qolgan minglagan hikoyalarning kichik bir qismi. Ular Sharqi Turkistondagi 3 million yoki undan ko'p kishilarga vakolatan so'z qiladi. Ular o'zlari uchun so'zlayolmaydi. Erkin harakat qilolmaydi. O'zi uchun o'ylanolmaydi. Hatto eng aqalli diniy ibodatlarni qilishdan mahrum qilingan. Amerika Davlat ishlari ministrligining 2018-yili Xitoyning kishilik huquq dokladida bu lagerlardagi dafsandichilik qilmishlari tafsili bayon qilingan bo'lib, bular tan jazosi, bostirish xarakterlik taqib usullari, Xitoy doiralarining musulmonlarning uyiga kirib turishi, ularni cho'shqa go'shi yeyishga va aroq ichishga majburlashi, Qur'onni musodir qilib ko'ydirishi, jinsiy parakandichilik va o'ltirish qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Biz Xitoy hukumatini bu shaxsiyatlarning oila a'zolarini va boshqa xolgancha tutqun qilinib, lagerlarga qamalgan barliq kishilarni
darhol qo'yib berishga chaqiriq qiladiganligini astoydillik bilan bildirgan.